Siz tadbirkorsiz yoki bir korxona tashkilot rahbarisiz, shartnoma tuzgansiz boshqa tadbirkorlik subyektlari bilan xizmat ko'rsatish yoki bir boshqa faoliyat yuzasidan, lekin to'lov majburiyatlari bajarilmagan yoki qisman bajarilgan. Siz endi pullaringizni ololmayapsiz. Shartnoma bor, o'rtada tuzilgan. Agar to'lov majburiyatlari bajarilmaydigan bo'lsa, har bir kuniga pensiyalar undirish ham ko'rsatib o'tilgan. Lekin pensiyadan tashqari boy berilgan foydani ham undirish mumkin bo'ladi. U Markaziy bank tomonidan belgilangan stavkaga asosan o'zini qonunda belgilangan tartiblari bor. Agar sizga huquqiy yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, shu debitor haqdorliklarni undirish, pensiyalar undirish va undan tashqari boy berilgan foyda bo'yicha foizlarni undirish bo'yicha huquqiy yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Sizlarga yordam beramiz.